Assalomu alaykum azizlarim. Qaranglar, mana uylarda darvozasi yo'q. Uylar ham qurilgan uylar oddiy uylar emas. Yevropaning shu taraflari juda ham boshqacha bo'lar ekan. Bizda bo'lsa darvozani 2 metr, 4 metr qilib qur. Divolni ko'tar, qo'shni ko'rmasin. Qo'shnidan balandroq uy qur degan narsalar yo'q ekan. Bakda menga eng qoyil qoldirgan joylardan shu bo'ldi. Odamlar oddiy. Misol Rossiyalarda bo'ldim. Rossiyaning ko'p shaharlarda bo'ldim. Rossiyada ham darvoza qo'yiladi, lekin bu yerda hayot juda ham boshqacha ekan. Mana darvozalar yo'q, bemalol uyga mana shu yerdan kirib ketsa bo'ladi. Qo'shni bilan daji darvozasi yo'q. Biznikilar bo'lsa qo'shni bilan bir qaricha yer talashishadi. Mana hammadan qolib ketgan joylar. Bizdan ham qolib ketadi.